intellekt etgan top 3 ta kulguli rasmlarni ko'ramiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan AI ta'lim va biz boshladik. Demak do'stlar, men maxsus promptni ChatGPT ga yubordim. Demak, AI yarata oladigan top 3 ta kulguli rasm. Batafsil, aniq va bexato prompt yoz, so'ra AI yordamida generatsiya qilaman. O'ta ham kulguli rasm bo'lishi kerak deb yozdim. Demak, menga 3 ta demak 3 ta o'rinli rasmni menga promptini yubordi. Demak, bularni kopirovat qilib olaman. Kopirovat qilib so'ra AI ga tashlaganimda mana bunaqa ko'rinish chiqdi. Demak, men bu rasmga 10 dan 7 qo'yaman. Chunki bu rasm unchalik ham kulguli emas va to'g'ri qiziqarli, shunchaki kayfiyat uchun bo'lishi mumkin, lekin unchalik kulguli emas. Kuladigan darajada emas. Demak, 3-o'ringa arzisi kerak. Yana boshqa o'rinlarni ham ko'ramiz hozir. Demak, 2-o'rinimiz mushuk prezident bo'lib chiqdi. Ya'ni mushuk prezident bo'lgan rasm ekan. Demak, ko'ramiz. Buni so'ra AI ga tashlayman. Demak, bizda mana shunaqa rasm chiqdi. Albatta bularning hammasi realistik chiqyapti. Demak, bu unchalik ham kulguli emas. Shunchaki qiziqarli, kayfiyat uchun bo'lishi mumkin, lekin kulguli emas. Demak, buni men 3-o'ringa qo'ygan bo'lar edim. Birinchi o'rinimizdagi, ya'ni birinchi o'rinimiz bu IT mutaxassislari qovun ekyapti degan rasm. Demak, buni men kopirovat qilib olaman va so'ra AI ga tashlaganimda mana shunaqa ko'rinish chiqdi. Albatta kulguli, lekin bu yerda sun'iy intellektni xatosi kelib qopti. Demak, bu yerda dasturchidan oyog'idan qo'l o'sib chiqqan. Bu albatta kulguli. Menimcha atayin qilingan deb o'ylayman, yoki-da xatosi. Yana bilmadim. Demak, buni birinchi o'ringa qo'ysa bo'ladi, lekin hech qaysi biri juda ham zo'r emas. Demak, men oldingisiga, ya'ni bunga 10 dan 3,5 qo'yaman. Chunki bu unchalik ham kulguli emas va hokazo. Demak, bu 3-o'rin. 2-o'rinimiz bu to'yxona. To'yxonami bu, klubmi, bilmadim. To'yxona. Va bu yerda robotlar bazm qilishyapti. Demak, bu 2-o'ringa qo'ysa arziydi. Demak, bu rasmga men 7 qo'yaman va bunga men 10 dan 8 qo'yaman. Chunki kulguliroq va qiziqarli albatta. Demak, birinchi o'rin mana shu dasturchi qovun ekayotgan. Lekin bu yerda qovun emas, tarvuz tasvirlanibdi. Qoyil. Bizga obuna bo'ling. Bundan-da qiziqarli, bundan-da ajoyib videolar uchun like bosing, kanalimizga o'ting va boshqa videolarimizni ko'ring. U yerda albatta zo'rroq, bilim ulashadigan kontent bo'lgan. Sizlar bilan AI ta'lim bo'ldi. Like bosishni unutmang. Xayr.